Ushbu qismda sizlar bilan 31 dan boshlab 40-misolgacha tahlil qilib chiqamiz. Demak, ketdik. 31. Sonni 10 ga bo'lganda 7 qoldiq qoladi. Bu sonni 5 ga bo'lganda qoldiq toping. Demak, bitta son topishimiz kerak. 10 ga bo'lsa 7 qoldiq chiqadigan bo'lishi kerak. Masalan, 17 olaman. Nega? Chunki 17 ni 10 ga bo'lsam 7 qoldiq chiqadi, to'g'rimi? Demak, o'sha son, ya'ni son 17 ekan. Xohlagan soningiz bo'ladi. Endi savol o'sha 17 ni 5 ga bo'l deyapti. Demak, 3 tadan ayiramiz 15. Demak, 2 qoldiq. Javob o'sha sonni 15 ga bo'lsa, o'sha sonni 5 ga bo'lsak, 2 qoldiq qolar ekan. Ko'rdingizmi? O'zingiz ixtiyoriy son tanlab olasiz. Qaytaraman, ixtiyoriy son tanlab olasiz. Mana. Yoki ikkinchi usuli ham bor. Mana esingizdan chiqmasin. Ikkinchi usul aytishdan oldin bitta eksperiment nima deydi? Misol tariqasida sizga savol beraman. Tasavvur qiling, 3 ni 25 ga bo'lsa necha qoldiq qoladi? 3 qoldiq qoladi. 3 qoldiq. Esingizdan chiqmasin. Kichkina sonni katta songa bo'lsa, o'sha qoldiqni o'zi bo'ladi, ya'ni kichkina sonning o'zi qoldiq bo'ladi. Tushundingizmi? Bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan mana e'tibor qiling. 32-misolda sonni 18 ga bo'lganda 15 qoldiq qoladi. Bu sonni 6 ga bo'lganda qoldiq toping. Endi o'sha sonni siz 15 deb olishingiz mumkin. Sonni 15 deb. Nega? Chunki 15 ni 18 ga bo'lsak ham necha qoldiq qolar ekan? 15 qoldiq qoladi. Bu qoida, sizga esingizdan chiqmasin. Endi savol, o'sha 15 ni 6 ga bo'lsa necha qoldiq qoladi deyapti. Ikkitadan beramiz, ayiramiz 13, 12, 3 qoldiq. Mana javob 3 ekan. Bo'ldi. Ko'rdingizmi? Qiyin narsa emas. Oson. Mana 33 ga qarang. Tushunmagan bo'lsangiz. 24 ni sonni 24 ga bo'lganda qoldiq 17. O'sha sonni nechta deb olishimiz mumkin? 17 deb. 17 ni 12 ga bo'lasiz. Mana oddiygina bittadan ayiramiz 12, 5 qoldiq. Demak, javob 5 qoldiq ekan. Mana ko'rdingiz? Juda ham oson narsa. Qarang. 34. Sonni 300 ga bo'lganda qoldiq 125. O'sha sonni necha deb olish mumkin? 125 deb. Demak, 125 ni 30 ga bo'lganda qoldiq so'rayapti. 4 tadan beramiz, ayiramiz 120. Demak, 5 qoldiq. Ko'rdingiz? Oson, oson. Javob 5 qoldiq. Faqat ozgina tushunishga bitta harakat qilsangiz, hammasini tushunib olasiz. Mana 35 ga qarang. Sonni 240 ga bo'lganda qoldiq 199 qoldiq. Demak, o'sha sonni siz 199 deb olishingiz mumkin. O'sha 199 ni endi 10 ga bo'l deyapti. 19 ichida bittadan ayiramiz 10, 99 ichida 9 tadan ayiramiz 90. Demak, 9 qoldiq ekan. Mana javob 9 qoldiq. Ko'rdingiz? Juda oson mavzu. E'tibor bering, 36. A sonni 25 ga bo'lganda 24 qoldiq qoladi. Demak, o'sha A sonni siz 24 deb olishingiz mumkin. Savol, 4A ni 20 ga bo'lganda qoldiq toping. 4A ni deyapti. 4A degani bu 4 ko'paytirib 24 degani. 4 24 ko'paysa 96. Endi o'sha chiqqan 96 ni 20 ga bo'lish kerak. 96 20 bo'lsa 4 tadan ayiramiz 80. Demak, 16 qoldiq. Javob 16 qoldiq ekan. Ko'rdingiz? Tushunmagan bo'lsangiz yana bitta tushuntirib beraman. Yaxshilab diqqat bilan quloq soling. A sonni 30 ga bo'lganda qoldiq 20. O'sha A sonni siz mana bu 20 ga teng deb olishingiz mumkin. A teng 20. Savol, 4A ni 15 ga bo'l deyapti. 4A degani 4 ko'paytirib 20 teng 80. O'sha 80 ni 15 ga bo'l deyapti. 5 tadan ayiramiz 75, demak 5 qoldiq ekan. Demak, 37 ga javob 5 qoldiq. Ko'rdingizmi? Juda ham oson. Juda matematika juda oson fan. Faqat tushunib olsangiz bo'ldi. A sonni 40 ga bo'lganda 30 qoldiq qoladi. Demak, A sonni 30 deb olsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? A teng 30. 5A deyapti. 5A degani bu 5 ko'paytirib 30 teng 150. O'sha 150 ni mana 8 ga bo'l deyapti. 150 ni 8 ga bo'laman burchak usulda. Bittadan ayiraman 8, 70 ichida 8 dan ayiraman 64. Demak, 6 qoldiq. Mana javob 6 qoldiq ekan. Ya'ni 38 ga. Ko'rdingiz? Oson. A sonni 75 ga bo'lganda 18 qoldiq. O'sha A ni siz 18 deb olsangiz bo'ladi.
Endi 3 ni 18 ga ko'paytirasiz. 54 3 a deyapti chunki. 54 ni 6 ga bo'lsa, 9 ga bo'lsak 6 tadan ayiramiz 54 0. Javob 0 qoldiq ekan. Ko'rdingiz, oson narsa. Va ushbu qismning yakuniy 40-misoli. A sonni 50 ga bo'lganda qoldiq 49. Demak, A ni siz 49 deb olishga haqqingiz bor. 2a deyapti. 2a degani 2 ko'paytirib 49, bu degani 98. Endi savol 98 4 ga bo'ling deyapti. 9 ichida bitta 2 tadan beramiz, 8 ayiramiz. 18 ichida 4 tadan ayiramiz, 16. 2 qoldiq. Demak, javob 2 qoldiq qolar ekan. Ko'rdingiz? Tez fursatda hisob tashladik. Mana shunday oson usullari bor. Tushunmagan bo'lsangiz boshdan yana bitta qayta ko'rishni tavsiya qilaman.